Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mana ertalabki bomdod namozidan keyin 2 rakat sunnat, 2 rakat farzimizni o'qib bo'lgandan keyin tasbih duolarini aytamiz. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar tasbihlarni aytamiz 100 marta. Undan keyin astagfirulloh 100 marta, keyin Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 100 marta salovat aytamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Chiroyli tasbihim bor edi, tushib ketdi xolodilnik orqasiga. Mana uni onajonim berib yubordi. Otasidan qolgan tasbih. Mana eski o'zi nima qilingan, mana ip bilan to'qilgan. Nimagadir shu tasbihni ishlatkim keladi, eski bo'lsa ham. Davom etamiz. Sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Obuna bo'ling. Men endi videolarimda montaj qilmayman yoki ovoz yozmayman. Bularni bilmayman, nima qilishlardi. Shunchaki tabiiy holda mana oddiy qilib video qilyapman. Shu tasbih duolari, istig'for 100 marta, 100 marta salovat Payg'ambarimiz Rasulullohga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, kim ko'rgan bo'lsa.